Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Unday bo'lsa, bugungi videorolikimiz mavzusiga o'tamiz. Taxmina Sodiqning ishdan kelib choy ichishga o'tirishini kutib turdi. Eriga ovqatini uzatgach, gap boshladi. Sodiq aka, indinga dugonalarim bilan gapimiz bor. Yaxshi, dadasi, indinga meni o'tirishim bo'ladi deyapman. Xo'p, shunga men nima qilishim kerak? Siz menga yangi ko'ylakka pul berishingiz, men esa uni sotib olishim kerak. Taxmina o'tgan oyda ham yangi ko'ylak olganding-ku, o'shani kiysang bo'lmaydimi? Iye, nimalar deyapsiz? U yerga hamma o'rtoqlarim yangi ko'ylaklarda borsa, men ular ko'rgan eski kiyimda boramanmi? Onasi, meni ham tushun, oyligim hali chiqmadi. Buning ustiga boshimizda bir talay qarzlarimiz bor. Taxmina erning gaplarini cho'rt kesdi. Men ishim yo'q. Qayerdan bo'lsa-da pul topib, yangi ko'ylak olib berasiz. Taxmina o'rnidan turib, eriga ko'zlarini biroz qisib, zarda aralash gapirdi. Kambag'alning bolasi baribir kambag'al bo'lar-kanda. U xonadan chiqib ketdi, lekin Taxminaning so'nggi gaplaridan Sodiqning ko'ksida bir narsa chirt uzilgandek bo'ldi. Taxmina o'g'li Shavkatning yoniga kirib, yonida yotdi. Yarim tun Taxminaning birdan asmas xuruj qilib, nafasi qisib yuragi sanchiy boshladi. Yonida yotgan Shavkatni paypaslab topa olmas, o'g'li negadir joyida yo'q edi. U yoq bu yoqqa to'lg'onar, havo yetmaganidan qiynalardi. Bir payt o'ng yoniga qattiq ag'darilganidan pastga yiqilib tushdi. Ko'zlari tinib, ahvoli og'irlashdi. Oxiri qo'llarini eshik tomonga cho'zgancha hushidan ketdi. Tongda Sodiq Taxminaning ismini aytib chaqirdi. U ko'zini ochib, pastda ekanini angladi. O'rnidan turib, yotoqxona tomon o'girildi-yu, ko'z oldidagi manzaradan hang-mang bo'lib qoldi. Taxminaning jonsiz tanasi o'g'lining divanida yotar, ko'zlari ochiq edi. Sodiq titragan lablari ila uning ismini aytib, qattiq siltardi. Avvaliga Taxmina hech narsani tushunmadi, fahmlamadi. Biroz vaqt o'tgach, ya'ni xonaga shifokor kirib kelganida hammasi ayon bo'ldi. Bandalik ekan uka, bardam bo'ling. Sodiq shifokorning so'zlarini eshitib, jim turib qoldi. Taxminaning yuzlari ayanchli tus oldi. Bir necha soatda uyda qarindoshlari yig'ilishdi. Taxmina ularning barchasini ko'rar, eshitar, biroq uni borligini anglamasdi. Taxmina xonaga yig'ilgan mahalladosh ayollarning gaplarini tinglay boshladi. Yoshi nechada edi? Endi 27 ga kirgan ekan. Voy tavba, o'zi qanaqa ayol bo'lgan rahmatli. Bilmaymiz. U unchalik mahallaga qo'shilmasdi, ammo qo'shni Xurramxonning aytishicha, eri bilan kunda bo'lar bo'lmasga janjal chiqarib urushar ekan. Eri o'zi juda yaxshi odam. Mahallaga, qo'shnilarga ko'p yordami tekkan. Bechora Sodiqjonga qiyin bo'ldi-da. Taxmina tashqarida Sodiqni hali nima bo'lganini tushunib yetmagan o'g'liga to'n va do'ppi kiydirayotganini ko'rib, ularning oldiga bordi. Shavkatning jajji qo'llaridan tutgisi, lo'ppi yuzlaridan o'pgisi kelar, biroq buning iloji yo'q edi. So'ngra Taxmina e'tiborni eriga qaratdi. Uning mung to'la ko'zlariga nazar tashlab, o'zingning-da yig'lagisi kelar, ammo negadir ko'zlaridan yosh chiqmasdi. U Sodiqning egindagi ko'ylagini biroz urinib qolganini ko'rib, g'alati bo'lib ketdi. Hayotligida ha deb o'zi uchun yangi kiyim olaveribdi-ku, erni sira o'ylamabdi. Sodiqjon o'g'lini kiyintirib bo'lishi hamonoq qotmadan kelgan, bo'ylari uzun bir yigit uni chaqirdi. Taxmina ulardan uzoqda bo'lsa ham nima haqida suhbatlashayotganini eshitib turardi. Sodiq aka, kelinoyimni qayerga ko'mamiz? Sodiq biroz o'ylangandan so'ng javob berdi. O'z ota-onasining yoniga. Bu gapdan Taxmina cho'chib tushdi. Nahotki u bugun ota-onasining yoniga dafn etilsa? Ukajon, o'zingiz bu yog'iga qarashib yuborasiz iltimos. Taxmina bu gaplardan bexabar qoldi, chunki u allaqachon o'z xonasiga kirib olgandi. U nimqorong'i xonada atrofni ko'zdan kechirar, buyumlariga qarab chuqur o'yga tolardi. Kiyim javonida atigi bir martagina kiygan, hozirda esa egasiz bo'lgan ko'ylaklar, kitob javonida esa faqat chang artganida teginadigan, boshqa payt e'tibor bermaydigan Qur'on, stulda erinigina foydalanadigan, o'zi kir yuvganda ushlaydigan joynamoz turardi. Taxmina ko'pchilik singari namozni qariganda o'qimoqchi, ro'molni ham o'shanda o'ramoqchi edi, biroq ulgurmadi. U kiyimlariga qarab qanchalar latta-puttaga ko'ngil qo'yganini tushundi. Sodiqning esa kiyimlari odmi, sodda edi. Ba'zi ko'ylaklarga bir necha yil bo'lgan bo'lsa-da, hali biror marta kiyilmagan ham edi. Oldinda Sodiq o'g'il Shavkatni ko'tarib o'ychan bir holatda yurib borardi. Negadir qabristonga yaqinlashganlari sayin Taxminaning qo'rquvi oshar, buni to'xtashini chin dildan xohlardi.
Qabriston eshigidan kirib borishlari bilan taxmina turli xil ovozlar, chinqiriqlar, oh-vohlarni eshitar. Bu ko'ngilga battar g'ulg'ula solardi. Ana, ota-onasining qabri. Taxmina yonma-yon bo'lgan qabrlarga termuldi. Birdan qayerdandir onasining ovozini eshitdi. Ha, aniq eshitdi. "Ey qizim, seni bunday holatda oldimizga kelishingni kutmagandik." Taxmina tinmay oyi der, ammo onasi buni eshitmaganday gapida davom etdi. "Turmushga chiqqaningdan oldin senga eringning aytganini bajar. Buyurgan ishlarini gap qaytarmay qil demabmidim? Sen esa bunday qilmading va oqibatda bugun rizoligisiz qolding. Agar eringning so'zlariga itoat etganingda sen eng taqvodor, eng sabrli va jannatli ayol bo'larding. Mana bu insonlar nega qichqirayotganini bilasanmi? Ularning ko'pi azob chekkanidan tortsa, ba'zilar senda benamozni qo'shni bo'layotganidan nola qilishyapti. Seni Alloh kechirsin, lekin kechirarmikan?" Onasining sirli ovozi tinishi bilan u anbar ichida paydo bo'ldi. Bu vaqtda go'rkovlar lahatni ham kovlab ochishdi. Taxmina o'zi ko'miladigan joyga nazar tashlab hayratdan dong qotdi. Uning qabridan ilonlar bosh ko'tarar, tagidan esa olov yonib turardi. Erkaklar bu holatni ko'rmaganday Anbarni qabriga yaqinlashtirishdi. Taxmina erining bir qarashda ma'no o'qib bo'lmas yuzlariga so'nggi bor termuldi va ko'zlariga endi yosh keldi. U Tangriga yolvora boshladi. "Yo Robbim, men gunohkor bandangni afv et. Menga yana bir imkon ber. Eng yaxshi ayol, taqvodor inson bo'lishimga, erimning roziligini olishimga ruxsat ber. Meni hayoti dunyoga qaytar." Endi kech. Taxminani o'z ukasi ichkariga qo'ydi va birinchi tuproqni tashladi. Taxmina qichqirdi, yolvordi, kechirim so'radi, ammo boshidan boshlashni istar, Sodiqning yonida bo'lishni, o'g'lini suyib erkalashni xohlardi. Tuproq tashlanganda qabr ichi qizib, torayib borardi. Oxirgi tuproq tashlanganda qabr shu darajada qizib ketdiki, bunga chiday olmay qoldi va bor kuchini yig'ib baqirdi. Taxmina qo'rqib ko'zlarini ochdi. U jiqqa terga botgan og'ir nafas olardi. Atrofni ko'zdan kechirib yondi. O'g'li Shavkat pishillagancha uxlab yotganini ko'rdi-yu, bularning bari tushida bo'lganini tushunib yetdi. Yuragi quvonchdan hapriqqancha o'g'lini quchdi, yuzlaridan o'pib erkaladi. So'ng o'rnidan turib deraza yoniga bordi. Ko'chaga qarab bomdod vaqti bo'lib qolganini sezdi. Taxmina oshxonaga kirib ilk bor erining tahorati uchun suv hozirlashga kirishdi. Sodiq yotoqxonadan chiqib xotinini bemahalda oshxonada kuymalanib yurganini ko'rib bir ajablangan bo'lsa, unga mehr bilan qaraganini sezib hayrati chandon oshdi. "Tinchlikmi? Saharlab turib olibsan. O'zim sizga suv hozirlaydigim-da. Mengami? Nima? Meni sizdan boshqa xo'jayinim bormi?" Sodiq yana gapirsa urush chiqishidan bezillab indamadi, lekin unday bo'lmas. Taxmina endi o'zgargandi. Ikkisi oldinma-ketin turib namoz o'qishdi. Taxmina juda uzoq duo qildi. Hatto ko'zlariga yosh oldi. Taxmina so'ri tokda xayol surib o'tirgan erini ko'rib yoniga bordi. "Ha, dadasi, nima haqida o'y suryapsiz? Shunchaki ishlarni rejalayapman." "Sodiq aka, ertaga gapim bor edi-ku. Kel, hozir janjal qilmagin." "Yo'q, avval eshiting. Shu gapimga bormoqchi emasman." "Nega? Borgim kelmayapti. Bundan ko'ra bugun bozorga borib, sizga yangi kiyimlar olamiz. Meni kiyimlarim bor-ku. Bo'lsa ham olamiz. Senga ko'ylak kerakmasmi?" "Yo'q, kerak emas." Sodiq javobdan lol qoldi. "Axir senga yangi ko'ylaklar kiyish yoqardi shekilli. Adashdingiz. Menga buyum emas, siz bilan o'g'limiz qadrlisiz." Taxmina shunday deb eriga yaqinroq o'tirib, yelkasiga boshini qo'ydi. "Dadasi, kechagi gapim uchun meni kechiring." "Qaysi gap? Kecha kechqurungi. Men kechirish tugul u gapingni unutib ham yubordim. Endi hech ko'nglingizni ortuvchi gap aytmayman. Rostana, sen negadir o'zgarib qolibsanmi?" Taxmina indamay jilmayib qo'ya qoldi. U hali hamon erining yelkasidan boshini olmagan, ko'zlarini yumgancha turar. U shu holida o'zini tinch va baxtiyor his etardi. Xulosa qilishsiz azizlardan tushunamiz, har kim o'z qarichi bilan o'lchaydi dunyoni. Har kim har xil fikrga boradi bu hikoyamizni eshitib, ammo kimdir qandaydir saboq olgan bo'lsa, biz bundan juda minnatdor bo'lamiz. Xayr azizlarim, sog' va omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Axir siz ham kim uchundir butun bir dunyo, kim uchundir olayotgan nafasidan-da aziz va qadrli insonsiz. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Shirin diydor qadar, diydorlashguncha, qadrbaland qadrdonim, sog' va omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Aytgancha, agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Video rolikimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, like tugmasini ayamasdan bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Xayr azizlarim, biz sizlarni barchangizni yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz.